Vaqt mashinasi. 4-qism. Berlin, West End, 2023-yil. Berlindagi kvant fizikasi va kibernetika instituti laboratoriyasida yoshandurdining molekulalarga ajralish jarayonida muammo paydo bo'lganidan hurmatli o'quvchim xabardor. Bu muammo bois yoshandurdi tanasining yarmi molekulaga ajralib, yarmi esa asl holida qolgan. Bu esa butun loyihani yo'qqa chiqaradigan tutum edi. 8 daqiqalik asabiy muhokamadan so'ng muammo nimada ekanligi aniqlandi. Yoshandurdining tishlaridan biriga keramik protez qo'yilgan va bu keramik protezning metal asosi kobalt va xrom qotishmasidan tayyorlangan. Molekulalarga ajralish kodi yozilganida kobalt nazarda tutilmagan. 2 minut ichida dastur ichiga kirib ajralish kodlariga kobalt ham ilova qilindi. Anchayin toliqqan fizik olim Torsten Kailholz kompyuterning Enter tugmasini bosarkan taraddudli edi. Ulkan ekrandagi grafik tasvir esa yana jonlanib molekulaga ajralish jarayoni davom etdi. Laboratoriyadagi barcha sevinganidan qarsak chalib yubordi. Serbiya, Novi Sad, 1913-yil sentyabr. Einsteinning birinchi xotini Marich Mileva ota hovlisidagi sentyabr quyoshdan yorishgan ishkomdagi uzum qurtiga qarab turib, shuncha yildan beri o'ylab o'yiga yeta olmagan matematik formula ipini topganday bo'ldi. Bu formula o'ta katta tezlikka ega jismning o'z yo'nalishini o'zgartirib, vaqt tuynigi orqali o'tmishga qaytishi haqida edi. Marich Mileva jon deb 12 yil nariga 1901-yilga qaytgan bo'lardi. Agar shunday bo'lganida Marich hozirgi eri Einstein bilan bir to'shakka yotmasdi. O'shanda u Serbiyadagi boy otaning erkak qizi, kambag'al yahudi student Einsteindan 2 qat bo'lib qolgani ortidan ilmiy karyerasiga tanaffus qilishga to'g'ri kelgandi. Serbiyadagi obro'li badavlat oila qizining berlinlik qashshoq yahudi bilan nikohsiz jinsiy aloqasi o'sha davr aslzodalari uchun g'iybat mavzusiga aylangandi. 1903-yilda Einstein va Marich Shveysariyaning Byorn shahrida nikohdan o'tishdi. Ammo Einsteinning qarindoshlari bu nikohga qarshi bo'lishdi. Einsteinning onasi Berlindagi kinnachilarga pul berib, issiq-sovuq qildirib, kelinni o'g'lidan ajratib olish uchun astoydil harakat qildi. Einsteinning onasi Elza Einstein kelini Marich Milevani o'g'liga afsun qilib tegib olgan jodugar deb ishonardi. 10 yillik oilaviy turmush Mariya Milevichga huzur halovat keltirmaydi. Uni yomon ko'radigan qaynona, ilk farzand o'limi, ruhiy xastalikka chalingan o'g'lini davolash mashaqqatlari, bularning bari tabiat matematik zako ato etgan Marich Mileva hayotini jahannamga aylantirgandi. Marich uzumzorni tark etib uyga kirdi va bambuk to'qilgan kresloda o'tirgan eri oldiga borib, qo'ldagi fantast yozuvchi Dragutinning Yer osti kitobining orqa muqovasiga yozilgan formulani ko'rsatdi. Albert, azizim, bu qiz uchun hayotni qayta boshlash imkoni. Agar biz shu formula asosida ilk uchrashgan kunimizga qaytsak, ikkimiz 2 yo'ldan ketardik. Hammadan ham onang xursand bo'lardi. Einstein formulaga diqqat bilan tikildi. Kitobga qo'l cho'zuvdi, ammo xotini kitobni bermadi. Bu formula vaqt tuynigi borligini ko'rsatuvchi eng aniq ilmiy isbot. Ammo mening hisobimga ko'ra tuynik doimiy emas, oniy. Tunnel ichiga kirishga kirasan, ammo naryog'iga yetguncha tuynik yopilib qoladi. Sen esa o'tmish va kelajak orasida abadiy qolib ketasan. Bu gapdan keyin Marich eriga ilkis qarab aytdi. Yaxshisi Berlinga qaytib notarius tutib ajrala qolaylik. Bunaqa yashab bo'lmaydi. Onasini xotinidan aziz ko'radigan yahudi erkakdan yaxshi umr yo'ldoshi chiqmaydi. Marich, azizim, sen doim bo'rttirasan. Yaxshisi anavi formulani menga ber, qayta hisoblab ko'ray. Shunda Marichning achchig'i chiqdi. Albert, sen shunchaki qonimni ichadigan vampir emassan. Sen mening ilmiy g'oyalarimni, energiyamni so'radigan vahshiy vampirsan.
Bu gaplarni aytarkan, Marich uzun etagini bir qo'li bilan ko'tarib tashqariga chiqdi. Xizmatkor serb bola xazonlarni to'plab gulxan qilib yoqib turardi. Marich qo'lidagi kitobni gulxanga otdi. Marichning ortidan chiqqan Einstein boshini chayqab, barmog'ini boshga tegib burab, xotinim aqldan ozibdi degan ishora qildi. 6 oy o'tib, Einstein xotini bilan ajraladi. Nobel mukofoti oladi. Einsteinning matematik xotirasi yaxshi bo'lsa ham, o'tmishga qaytish tunneli haqidagi sobiq xotini yozgan formulani aniq eslashga qiynaldi. 1925-yili Parij markazi Boete ko'chasidagi rassom Picasso uyida mehmonda ekanida birdan formulani o'ta aniqlik bilan xotirladi. Uni yozib qo'yish uchun qog'oz qidirdi. Rassom Picasso Esserning qaysidir issiq o'lkasidan kelgan raqqosa bilan Kankan deya tanilgan va o'z davri uchun anchayin behayo raqsga tushishardi. Esserdan kelgan raqqosa o'ta shahvoniy tarzda etagini bir on ochib, oq sonini ko'rsatar va yana yopib, sho'x ritmli harakatlarda davom etardi. Picassoning xotini Olga esa ko'cha eshigini qoqqan pochtachi bola bilan nimanidir gaplashardi. Einstein stoldagi oppoq ro'molchaga ko'zi tushdi. Ro'molchada lab bo'yoq va hozirgina Picasso chizgan itvachcha rasmi bor edi. Einstein qora qo'rg'oshin qalam bilan ro'molchaning oq joyiga butun bir formulani joylashtirdi. Bu sobiq xotini yozgan formulaning aynan o'zi yoki Einstein yana ham mukammallashtirgan shakli edi. Bu formula o'tmishga va kelajakka maxsus tunnel orqali borish imkoni haqidagi ilmiy bashorat edi. 1925-yil bir urush asoratlaridan chiqayotgan dunyo Ikkinchi jahon urushi arafasida tin olgan davr. O'sha davr siyosatchilari aniq o'tmishga qaytishni istashmasdi. Bugungacha vaqtlar orasida sayr qilish yozuvchilar sevgan mavzu edi. Yozuvchi Mark Twain qirol Artur saroyidagi kelgindilar, Jek Londonning yulduzlar orasida sargardon odam, Svatopluk Chexning Pana Brouchikning 15-asrga sayohati va Lazar Laginning Lojivard odam romanlari vaqt devorini sindirib o'tmishga sayohat qilish haqidagi solnomalar, tagi xorazmlik bo'lgan amerikalik yozuvchi Isaac Asimov o'zining Abadiylikning tugashi romanida bugungi odamning o'tmishga borib kelishini ta'minlaydigan turistik shirkat haqida so'zlaydi. Bu shunchaki o'tmishga sayohat emas, balki o'tmishga borib xatolarni tuzatish imkoni edi. Bu mavzuni Azimovdan boshqa Clifford Saymak, Arthur Clarke, Philip Dick, Garry Garrison, Anton Granovsky, Kir Bulichev, Stanislav Lem, Joan Ketlin Rowling, Jack Finney, Mikhail Bulgakov, Ilya Varshavskiy, Boris Akunin va boshqalar ham yozgan. Rossiyaning Voronezh shahridagi Karl Marx ko'chasi 45-uy devoriga osilgan marmar lavha kechmishga sayohat mashinasini yaratgan odam shu uyda yashaganini iddao qiladi. 1984-yilga sayohat qiladigan ilk yo'lchi. Insoniyat tarixida o'tmish va kelajakka sayohat o'ta istalgan orzu o'laroq ko'rinadi. 2023-yilning aprel oyida Berlin chekkasidagi West End deb atalgan osuda bo'lgada insonning bu qadim orzusi ro'yobga chiqayotgan edi. Ilk bir yashar Yovshondirda 1984-yilga sayohat qiladigan ilk yo'lchi edi. Moskva Malaya Gruzinskaya ko'chasi, Tamara xonimning qizi Vansettaning uyi. 1984-yil aprel. Oq balaxon ko'ylak kiyib olgan Tamara xonim balkonda oq yelpig'ich ushlab o'tiribdi. Tamara xonimning rassomlikka o'qiyotgan nevarasi Aydan uydagi eski globusni uzun mis quvur bilan teshib buvisiga yuzlandi. Agar Bokudan tunnel qazilsa, to'ppa-to'g'ri Kanadaning Ottava shahridan chiqsa bo'larkan. Tamara xonimning yana bir nevarasi Olago'z bu ideyaga shubha bildirdi. Yer markazidagi lava bunday tuynikni yasashga imkon bermaydi. 1925-yilga Parijga eltadigan tuynik bo'lsa jon derdim.
Menga qolsa, vulqon otilib dunyo ontarilib ketmaydimi, dedi endilikda xalq artistiga aylangan Tamara xonim. Toshkent 1984-yil Kibernetika instituti. Aprel soat 18:30. Irina EVM orqali kelajakdagi fiziklar bilan yozishib o'tiribdi. Shu payt eshik taqillaydi. Irina derazadan mo'ralab tashqariga qaradi. Eshikda pagon taqqan bir necha kishi turardi. "Voy onangni", dedi o'zbekchalab Irina. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi 1984 audio kitobi 4-qismini tingladingiz. Davomi bor.